Dunyo giyohvandlik tahdidining yangi bosqichiga kirib bo'ldi. Balki bu ba'zi mamlakatlarda oddiy ko'rinadigan holga ham aylandi. Tasavvur qilishingiz uchun aytaman, 10 yil muqaddam asosiy xavf manbai sifatida geroin, gashish, kokain va shunga o'xshash moddalar haqida gapirilgan bo'lsa, bugun ular qatoriga sintetik giyohvandlik vositalari ham qo'shildi. E'tibor bergan bo'lsangiz, 3 marta psixotrop moddani yashirishga harakat qildim. Ammo meni hali ushlashgani yo'q. Hattoki sezishmadi ham. Ammo men kuzatuvda bo'lganim aniq. Chunki ular meni ushlashdi. So'zim oxiridan nima demoqchiman? Farzandlaringizga e'tiborli bo'ling. Ular telefonda nimani gaplashyapti, kim bilan suhbatlashyapti, telefondan nimalarni kimga jo'natyapti, hammasini nazorat qiling. Chunki psixotrop moddalar savdosi, ularni olib sotish hammasi aynan mana shu telefonda bo'ladi. Va 1 daqiqa ichida mana shunday psixotrop moddalar farzandingizni o'z domiga tortishi hech gap emas.